Assalomu alaykum. Men Shomil Samandar, Toshkent Texnologiya instituti Neft-gaz texnologiya fakulteti 22 mal guruh 3-bosqich talabasiman. Bugungi menga mustaqilligimizga topshirgan mavzumiz oltin yo'l osh qurilmasining prinsipial texnologik sxemasi hisoblanadi. Rasmda ko'rib turibsizki, bu hozirgi zamon klaus qurilmasining texnologik sxemasi hisoblanadi. Bunda moddamiz nordon gaz hisoblanadi. Nordon gazimiz termik bosqichning yoqish kamiyasi kirishdan oldin dastlabki sibir separatimiz, ya'ni kir separatimizga beriladi va u yerda tonish holda suyuqdan tozalanadi. Xo'p, nordon gazimiz tarkibidagi vodosulfitni konsentratsiya uchun esa sibir separatimizning chiqish joyiga oqimli gaz apparati o'rnatiladi. Oqimli gaz apparati o'rnatiladi va u gazdan atmosfera bosim metat yordamida yuboriladi. Bu esa filtr va isitgich orqali o'tiladi. Oldindan qizdirib olishimiz bizga nima beradi? Oldindan qizdirib olsak, quvurlarimizni korroziyyaga uchrashini oldini olamiz va individual isitishimiz kerak bo'ladi. Chunki vodosulfitimiz yonganda oltin yo'l oksid hosil bo'lishi mumkin. Bu esa par hosil qiladi, sulfur kislota hosil bo'lishini ta'minlaydi. Qizilayotgan moddalarimiz pech reaktorlarga keladi va u yerda 500 gradusgacha sovitiladi. Keyin esa qizilayotgan moddalarimizning asosiy qismi, ya'ni 90% esa X1 kondensatorimizga uzatiladi va u yerdan erikki reaktorlarimizga uzatiladi. Qolgan 10% esa ikkila chiqayotgan moddaning sovitilgan gazlar bilan aralashadi va u 225 gradusni hosil qiladi. 225 gradus hosil qiladi. Vodorod sulfitimizning reaktor generatorda konversiyalanish darajasi asli 58-63% tashkil etadi. Qolgan qismi esa katalik reaktorlarda amalga oshiriladi. Bu jarayonda esa gradusimiz 275 dan 300 gradusga tashkil qiladi. Xo'p, qizilayotgan moddalarimiz oxirgi bosqich, ya'ni X3 kondensatorimizga keladi. Bunda esa reaksiyaga kirishmay qolgan moddalarimiz ham mavjud bo'lganligi uchun yoqish kamerasiga o'tiladi va yoqib yuboriladi. Ya'ni vodorod sulfitimiz oltin yo'l to'roksidiga hosil qilinadi. Hozirgi kunda klaus apparatimizning bir qancha modifikatsiyalangan qurilmalar mavjud bo'lib, ularning ishlash prinsipi nordon gaz tarkibidagi vodorod sulfitimizning miqdori va aralashmalariga bog'liq bo'ladi. 5% 20% gacha bo'lgan vodorod sulfitlar 5% 20% gacha bo'lgan vodorod sulfitlarimiz uchun esa klaus apparatimizning bir qancha mukammallashligi, ya'ni 4 ta bosqichi mavjud. Rahmat.